başlasın. Bu iş onun tüşügümü ketçimaydı. İlallah iş. Kılıp iş diyen. Bana başı yok. Bu ne? Yakın saçlar tuttu. Nima? Yuqlarak ko'zimni moya. 500 ming. Bunu ufturmay. Jimsit kaçımız. Hadi. Asqar aka. Yoqqa chiqdi. Ha? Tezden do'zaxona qaytib keling. Ma o'ylab bek. Bulamda. Ana. Ayağınızdan ahvali bekliyordu. Hazır olmayı et çakırdı. Mahkul deme. Bayık ayağım kim buldu? Benim adam. Gidip. Hoca. Alqam. Turab olam o'rnidan. Yuz ko'zingni yuvib, chang ichvag'ina. Birdan uxlovga uchu. Chapsan turib ketgin. O'z maktabga kechikib qolsan. Tura. Bola qo'pa o'rnidan. Chaqariq bo'g'in kechikib qolsa jimon.
Kımırlama! Kulağını keser! Let's go! Dada? Dada? Uycan, hocam mı korkutardınız? Uycan! Bo'ldi. Bo'ldi. Chiqib boğazına oyun. Ma'qul. O'lchayni ichib olsin. Xo'sh, opa. Ay, Alqam. Turib turg'ina bolam. Ma u nonni sumkangga sepib qo'yay. Qo'lqing ochqin deyasan, a? Ma'qul. Tur. Yaqinni o'shab qo'yay, a? Voy jinim bolam. Tatliq bolam. Menga amdi. Alqam. Yo'ldan o'tganda diqqat qilgin. Muallimingning gapini anglajimi, bolam? Sening doim deygan gaping mushugu. Uycan dada, tamaq tayyor bo'ldimi? Ha, mana qizim. Mening o'moq malikam. Mana tamaq. Apangizdan uyg'otganmi qizim? Uyg'otgan. Uyg'ondingizmi? Ha, Yuz ko'zingizni yuvib, sizim choy ichib oling. mana hozir. Qizim, chaqqan ya. Kechikib qolmayli yana, ha? Vay. Kim o? Ering ketgandi. Ha, hozir ish qilmoqdi. Men munda qoq saharda telefon qildim. Urg'inim bo'lmabdimi? Yo'q. Bo'pti. Bo'ldi. Gapni jiqinmay. Konjar keliba. 6-qavat. 13-uy, ha? Nima? Hozirlama? Qanday kelgin kelmayotamda? Yo'q, undaq emas. Ma'qul. Amsa hozirli boray. Bo'ldi demasa, saqlayman. Xo'sh. Ha. Yasinib. Nega? Ishqa. Ishqa? Ishqimi? Bu shundoq yasinib boradigan gapmiki? Ha? Yasanmadim. Sizga shundoq ko'rinib qolgan o'xshayman. Hey, bo'ldi. To'la gapni qo'yib, pulni chiqaver. Voy, nima pul? Kechkich pul deydi-ku. Nima? Tunugin tax maosh olding. Meni uqmaydi demsa? Ha?
Maaşını ağınımga ras. Lekin sizning haraq ichadiganingizgacha berdigan pul yo'q. Elim qo'shni qo'limlarga bir patma qarz olib ketdik. Uning ustiga bolani maktabda o'qitmasak, o maktabdan qolib qolmamdi. Ey, qep qolmamdi, ha? Mening vaqo. Uni azaldan o'qitish xiyolim yo'q. Ha. Ertadan boshlab, ko'chaga chiqib maylamchilik qilsin u. Bu avvalimizda uni baribir o'qitamaymiz. Bolamizni o'zingizga o'qishsin demsiz. Meningcha uni o'qitqinim o'qitgan. Nima? Ey. Naqadaq ekan? Ha? Siz qanday bo'ladingiz? Naqadaq ekan? Qanday bo'ladingiz? Az gap qilib pulni chiqara. Voy o'tab bering. Ey, pulni chiqaryapti-mi? Sizga chiqib qolgan pul yo'q. Chiqarim. Obikim, unda qilma. O'tinib qolay, unda qilma. Pulni yeyolma, o'tinib qolay. Balani o'qish pulni yeyolma. Sizlar o'tinib qolay, obikim. Herkes unda qilma. Evet. Balani maktabda o'qitimiz emas, voyjon. Obikim. Nima qilma? Texet. Men bilan tamomlan deydi. Likchak. Şinjan Uyghur Abdunum rayoni vatanimizning ayrılmaz bir qismi. To'g'rimi ma'lum? Bergan javobi to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Şinjan Uyghur Abdunum rayoni vatanimizning ayrılmaz bir qismi. Bizning bu ulug' vatanimizda qancha millat bor? 56 millat. Ularni ko'tarib javob beringlar. Men javob beray. Ma'lum, men javob beray. Canım, ben geldim. Kiring. Direktor, bunga qo'l qo'yayotgan bo'lsangiz. Aras. Siz chiqib Go'zal Nurga aytib qo'ying. U hozirla ishxonamga kirsin. O bugun ishga kelmadi. Kelmadi? Nima deb? Men bilmadim. Siz Go'zal Nurga aytib qo'ying. U kelganda men ishxonamga kirsin. Bo'ladi.
Desem, ha, anlar. Ha, ne? Benim xetim var mı? Yok. Güzel Nur. Güzel Nur'un materialini şanamga kirib bering. Ma'qul. Haraka. Hamma ish sizning deganingizdek ma'ni. Yaxshi. Asqar bizning xabar qilganimizdan gumonlanib qolmas. Yo'q aka, bu ish uning tushigimi kelib chiqmaydi. Planlab ish, qilib xish degan mana mushu fikr. Endi sen berib, bugun kechdagi musobaqaga tayyorlik qil. Xo'p.
gap qilmaysiz bu. Eringning zoti qanchalik puli bor? Hajab buni so'rab qoldingiz-ku. Men bilan uning pulini deb aralashmayotgansiz. Voy, menda pul kamidi. Bunda so'rab qo'ydim. Shuni deyman. Hozirgi erlarga zotli shangilib bo'lmaydi. Eringga-chu, eringim ishonamsan. U mendek chiroyli ayolning bo'g'inidan xush bo'lib chiraydi. Agar uning pulini demasa, hargiz tegmaydim u yumshoqlashgan. Shundan qaraganda erim degan yeringdan past chiqamayotgan o'shanda. Chiqasira, sana yetamdi. Voy, Asqar kimma? ha, gap qila. Yoqubni soqchilar tutib ketdi. Nima? Qachon? Akşam Nazgul'u öz yalqız o'ynatib ketgan soqchilar kelib naq maydondan tutib ketdi. Hey, uning enisining ismi nima edi? Yalqon. Ha, bo'ldi. Kechki musobaqani ashu enis kelib o'ynasin. Sen hozir berib shu yerga ishlarning hammasini yaxshi o'rlashtirib, anladingmi? Ma'qul aka. Nemish bo'pti? Hech qanday ish yo'q. Sen xotirjam bo'l. Güzel Nurada. Atdigan direktor sizni bek izlab ketdi. Bir ish bormi ekan? Shundoq jiddiy ishi bor o'xshaydi. Kaz darhol ishxonam kirsin degan edi. Men sumkalarimni qo'yib chiqay. Ma'qul. Qushmaysan-a, Guylansan. Hey. Ala? Qara. Bu istifa berdiganlar bermay. Men beremdimi? Men qara. Unda asos yo'q. Men o'zimning ulushini elib, ondan keyin bo'ldi qilaman. Xo'sha, ishtiqa Qiziq gap qiladi ekansan, adash. Erkin Jujang bosh odam emas. Undaq deginingga berandi u. Hey. Men bag'on idoraga oz chiqaga odam emas juma. Töhbən bo'lmagan bilan, ha? Meni mal tatqan japoyim bor deyman. Chi? To'g'ri, oblikim rostaydi. Cho'qim berish kerak uni. Ha? Shu. Xo'sh. Hey, ma, chi. Shagan olganlar bo'lmay. Men bilan deganman? To'g'ri, og'inam rost gap qildi. Ha, shu. Qiziq. Ola. Shundaymi ya? Xo'sh, og'inlar. Xo'sh. Kiring. Meni chaqirtganmidingiz? Ha, shundoq. Qani o'tiring. Bo'ldi, o'rtiraveray. Ko'zingizga nima bo'ldi? Hech nima. Qo'limni qo'yibding. Siz nima ish qilmaganda o'zingizni qochirsiz? O'zimni qochirmadim. Gap bo'z tezroqdan. Meni yana qildigan ishim bor. O ishlaringizdan hammani qo'yib qo'ying. Men ko'p o'ylandim. Sizni kotiblikqa o'stirib, yinimga akil olmoqchiman. Nima? Agar siz ma'qul bo'lsangizlar. Yo'q, bo'lmaydi. Nima ishqa? Men u xizmatning uydisidan chiqolmayman. Siz chiqa olasiz. Sizning qobiliyatingizning qanchalikligi menga ayon. Ma'qul-da, ha? Bo'ldi qiling ay Muxtar. Elimiz shirkatda keynimizdan chiqayotgan so'z cho'chaklar osmi? Ular bilan qaringiz bo'lmasin. Ular og'ziga kelganini jo'ylaydi. Hozirgi ahvolingizda alqamni o'qitishingiz tasga to'xtaydi. Siz buni obdan bilasiz. Ma'qul-da. Bu mening o'z vaqtida sizga qilgan xatoliklarimning to'liqlamasi bo'lib qolsin. Bo'lamdi, go'zallar. Ma'qul-da, ha? Men o'ylashib, ondan sizga javobini beray. Ma'qulmi? Bo'ladi. Undaq bo'lsa,
Men sizden cevabınızı kütey. Tezroq cevap bering. Ma'qul. Yaşa kişi. Bıraktılar. Küçük ballarına bir ekleşik olmayla kalırını tutmam sen. Isınan neyme? Alqam. Beni yapka kızgına kalmak tutmam sen. Şunda. Ondakta mektepten kayıtıp gelgendiğin keyin bir yerde bana işlep be. Bolamdı. Bu yerde uruk çıksa, uruk dizse. Hem hakkını hesaplaysa, külligine tip vermeyeyim. Kanda. Tağıdaki iştense, bilyat oynaşını ürkütüp koyma. Bolamdı. Ha? Ma'qul. Yaxşı. Yaxshi endi. Eshitgan bu. Kalsın.
Asqarlo ben. Fursat olsa yana tutishib qolaversak, ha? Bugun yomon sat oldi. Ma'qul. Hamsa biz mang'ashtirlar. Ağamın pokunu sancho. Bu lakma. Güzel nerede? Yaxshimisiz? Oy, Farhat muallim. Keling. Yaxshimisiz? Qani, o'tiring. Alqam bormidi? Oy, nima deydigansiz ukam? U atdigan maktabga ketgancha texchi qaytib kelmadi-ku. U bugun maktabga kelmadi. Men uni atdigan yo'lga sap qo'ygan. Nalarda yuradigandı. Men texi uni og'ir qolgan o'xshaydi debdiman. Yo'q. U bir qancha qatim bo'ldi, dars tashlab o'tdi. Shundaqmi? Uning ustiga dars natijasi tuvallab ketdi. Men balkim oilaning sababi bo'lishi kerak deb o'ylab, sizlar bilan bir ko'rishmoqchi bo'lib, o'tib ketayotgash kirishim. Nima deydigansiz ukam? Men uni yaxshi o'qiyotdi deb tushiribdiman. Bo'ldi, ko'nglingizni yermi qilmang. Bola qaytib kelganda yaxshi tarbiya qilib qo'yinglar. Bizim balani yaxshi yetaklaylik. Ma'qul. Deginingizda qilamiz. Alqamning o'qish pulini ozroq keyinga surgil bo'ladimi? Buni qani qarab boqamiz. Hozircha o'qib tursin. Siz ortiqcha ansirab ketmang. Vaqtmi bir yak beribdi. Men qaytay edi. Tamoq assam, yetmoqsiz bo'lmadi. Bo'ldi, avar bo'lmang. Men qaytay. Quruqli chiqasizmi endi? Yoqay. Sizni avar. Hech qisi yo'q. Ma'qulamsa. Xo'shamsa. Rahmat. Xo'sh. Kim o? Kimni deysiz? Kim
Kimni deysiz desen ko? Hazır çıkıp ketken ezekini dağıtı be. Kim o? Oy, o Alqamning o'qituvchisikan. Alqamning o'qituvchisi? Ha. Yalğanni qamlashtirishga ajab usta ketibsan sen. Hey! Bu kilamayga. Oblekim, nimandaq gapimga ishonmaysiz? O rostla Alqamning o'qituvchisikan. Ras Alqamning o'qituvchisimi? Rasma? Mana sizgan. To'xta! Xat. Yili kirmaganimni ko'rib boqay-a? Alqam o'qituvchisi deydi. Avval uruqning markazi qaraysan. Mana, to'xta. Belli. Mana bu chiroq. Yaxshi. Toptan o'rtoq, yanımda. Merkeziga uranmadan. Ana, bunda urdi. Oldindan urgan vaqtlarga diqqatingni markazlashtirib, o'ttirib ursan. Tushundingmi? Ha? Tushundim. Mana bunda. Matoshga urmoqchi bo'lsang, mayoq ursa. Matoshga kirgizmoqchi bo'lsang, atrab ursa. Qara, mana bunda. Ko'rdingmi? Ura. Uramadim. To'g'ri ekan. Ma'qul adash. Kelar qatim fursat bo'lsa, yana tutishamiz. Xo'sh. Ko'zingizni ichma. Taksi!
boshqa kasalliklar bo'limi? Ha? Arziguldan nizamsiz? Arzigulada telefoningiz. Vay, kim? Abdullah. Ben Asqar. Hay, kim kun bo'ldi? Isminasan bu. Maymonu izledim bu. Yakını sen aldırışıp kaldım. Bana ağzı senin yenin gidiyordu ben. Çakkal, kiyimini almıştırıp pes küçük. Seni bir yere apırıp rasa bir oyundu gile. Nima? Hozirnima? O'lib bo'lmaydi. Men kecha ishlaydan tursam. Vay bir amal kılmam sen. Sen bile mesleğet işleyen boyum işle bak. Rasman? To'xtab turg'in, ha? Mencha o'rnimga boshqa birsini qo'yib qo'yay. Aras, mashina tutib olsa, sen ochib qilib bersan jumi? Boludu canım boludu. Hemmini ben at tutkuk berey. Çakarak bol, ha? Ben yenin kep kalay dedim. Ma'qul, xo'sh. Keselning ahvoli ancha ig'ir emas. Bosh qismi zaxmlanibdi. Ustixonning ahvolini rentgen orqali bilamiz. Tekshirish natijasini yez beray. Past tushib rasmiyatlarni o'taydi. Bo'ladi. Aras, siz bemorning nemisi? Men uning yaqin do'sti bo'laman. Eng yaxshisi ota-onasi xabar qilib o'ting. Ma'qul. Yaxshi ishdan tushmadingizmi? Yana ozroq ish qolgan, shuni tugitib qaytay degandim. Bo'ldi. Hammani chig'ishtirib o'ting. Qolgan ishni ahd qiling. Men sizni uyingizga olib qo'yay.
Hisobat qilamsiz. Ha. 780 koy. Ha? 780 koy. Bo'ldi. Ben. Bo'ldi. Doktorxonadan keldi. Qanday qilaman? Bo'ldi, o'chirdi. Axcha seni qaytib kel deydi. Dilnarning uydagilar keldimi? Telefon qilsam elinmidi. Apla. Uning dadasining telefon nomeri bormi? Muxtar kamningmi? Ha. Men yez beray. Mana. Rahmat sizga. Rahmat. Vay. Kim? Vay, Muxtar kammi? Ha, men Muxtar. Qanday ahvolingiz? O'zingiz kim bo'lasiz? Men Dilnarning do'sti. Ha, meni izlaydigan bir ishingiz bormidi? Siz bek o'tib ketmang. Qizingiz Nima? Qizimga nima bo'ldi? qizingiz yenik darajadagi mashina vaqasiga uchrab doktorxonaga kirib qoldi. U hozir bolnisda. Mashina vaqasi? Qaysi doktorxonada? 2-chi doktorxona, tashqi kasalliklar bo'limi 3-qavat. Ma'qul, ma'qul. Men hozirli boray. Bo'ladi, xo'sh. Dilnar bir ish bo'ptimi? Mashina vaqasi uchrabdi. Telefon qilgansizmi aka? Ha, Bola nerede? bolnisda. Alqam. Sen bu yerda nima qilsa, opa? Bu sizning o'g'lingizmi? Ay, Alqam. Dada. Qizim. Sizga hech nima bo'lmaganmi, qizim? Menga hech ish bo'lmadi, dada. Xotirjam bo'l. Hech nima deysiz-ku. Qani yosh sizni cho'qib shopir. Men hech nimani bilmayman. O'shim kelib qarsam, mush doktorxonaga yetibdiman. Haras. Men bir bola qutqizib ekan-ku. O bola qani? O bola ketib qoldi. Ketdi? Ha. Apangiz yo'q, qizim. U tehkamidimi? Opamni bilmayman. Telefon qilsam elinmadi. Doktorlar nima deydi? Rentgendan javobi tek chiqmadi. Bu mening xizmatdishim Güzelnur bo'ladi. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ancha ig'ir emas ekan. Men bu yerga rasmiyatlarni o'tayday. Bo'ldi Muxtarga, pulni bayatdan qabul to'layapti. Nima? Bayatdan qabul? Ha.
bilsak, Qahar agimizning bugungi mavsumimiz qadam tashrif qilganligini tabriklab, hammamiz bir qadam ko'tarib o'taylik. Qani, qo'sha. Qani, salomat bo'linglar. Kerak. Qizlar, ishitala. Asqar, uzun vaqtda sen bilan tutish baxmag'ili. Sen bilan yana bir qatim o'ynab boqaymi deyman ha. Chataq yo'q, aka. Vaqtini o'zing belgila. Bu qatim cho'mroq o'ynasak ekan deyman. Qizlar, Qanchalik? mening mushu ko'ngil ish saringga ko'zim tushyapti juma. Shundaqmi, aka? Soat qanchalik o'ynaymiz? Ellikmi? 500 ming. Nima? Chaqchaq qilib aytgansan, aka? Gap. Men qachon chaqchaq qilib boqqan? Yeningdagi puling yetmasa, mana ma'lum ko'ngil ish saringni ko'rib qo'ysang bo'ladi-ku. Tutib olsang millionlar ketamsan. Qarka. Men o'ttaraq bir o'ylashib, ondan javobni bering. Bo'ladi. Men hargiz oldirmayman. Lekin bu da haqni o'stiraylik juma. Bak, qanamsa. Buni dikkan ishlarimizdan yaxshi bo'lish uchun, qo'sha. Hammalarning salomatligi uchun meni ko'taraylik, qo'sha. So'zning bak talibi ekan. Rasmga qaraganda ustaxonning sungan ahvoli yo'q, lekin yumshoq muskulning zaxmlangan ahvoli bor. Bir necha kun balans diyet davolansa saqib ketishi mumkin. Rahmat sizga, doktor. Ma'qul. Ay, doktor nim deydi? Ha? Bir necha kun balans diyetib davolansa, cho'qim yaxshi bo'lib ketadi deydi. O'g'lingiz bizni xato tushunib qolgandek qiladi. Shundaqda qiladi. Lekin xotirjam bo'ling, mening o'g'lim bek aqlli. O'zim tushuntirib qo'yaman. Haras, qizimizga tushuntirib qo'yuvchimi, bizni xato tushunib qolmasa yana. Xotirjam bo'ling. Men qizimga obdan tushuntirib qo'yaman. Yurib, men sizni olib qo'yaman. Yo'q. Bo'ldi, siz turib qiling. Men o'zim ketaveray. Ay, Güzelnur. Agar bir ish bo'lib qolsa, cho'qim telefon qiling. Ma'qul. Ama milletini ağaç tatmalı. Asqar, kela. İkimiz birlikte çıkıraylı. Niyetlerimizden baldırak amelge iş için. Güzel. Voy, Qandaq ahvoling seni maqalamat turgan adash, ha? qaysi shamol uchirib keldi seni bu yerga? Odat shamoli. Aql kela. Birdan turib turg'in, ha? Mening sana hojitim tushib kelib, bu yerga izlab keldim adash. Yaqindan beri yo'qolib ketding-ku. Bek aldirashmi ya? Nimaga aldirash deysa? Kunlarim bilyard o'ynash bilan o'tyapti. Bilyardni taşmabsan-da. İkimiz o'yinni qilmoq bir necha yil bo'lib qoldi. 2-3 yil bo'lib qoldi. Balki texmi ustop ketgansa qacha. Yo'q adash. Sanchilik o'ynayolmaydi. Bo'ldi, kamtarlik qilma. Bir aql tutishmandiq ya. Chataq yo'q. Sen cho'cha. Avqa. Nima ishdan vaqtdan anlab baqay. Ancha cho'ng hojatma emas adash.
sening uyingda bir qancha kun yetib turay degan edim shu. Bo'lamdi ya. Mushu ishmidi? Ben de meni qarz pul so'raydigan o'xshaydi, yurkim chiqib ketibdi. Chatoq yo'q adash. Shuni qaraganda uyingdagilardan birini dishib qo'ymoqchiman. Yo'q. Faqat sen bilan munshay degan edim. Hadi ver. Hoşça kal. Al balık yema. Tanımaydı keme. Burun saati git bakma. Onu çakır. Hazır olma. Hazır olmay et çakıram da. Nakol. Alamet oynaydıgan bu bilipsen ma. Nerede ne yadaş? Mağam o beret al vurup koy. Esar kapça kardım. Çıkar. Hazır mı? Bak. Nege? İkimiz çakırıyız. Bak. Hadi yukarı koyduğunla. Benim ismim Efkar. Muşu Sarayı'nın hocayını. Bu ya Kahar. Kaçta iş soğudu giri. Biz tanışıp kalaylı. Boludu aka, çatak yok. Benim ismim Elqab. Bu ağaynamın ismi Turgun Boludu. Bilyatni pek yaxshi o'ynayotgansiz Efkar. Yaka aka. Ancha-muncha o'ynab qo'ymaydi shu. Efkar, nima ish qilasan? Men hozircha beka. Ha, yaqinda ish topmoqchi ekansan-da, ha? Bunda qilaylik Efkar. Mening yenimga kelib ishla. Muashingni o'pdan beraman. Qada. Men o'ylashib baqaymi-ki? Bo'ladi Efkar. Bu mening sim kartochkam. O'ylish bo'lib, menga telefon qil. Bo'ladi. Ma'qul aka. Qani, amsa yangi mehmon bilan do'stlik qilganligimiz uchun hammamiz bir qadaqni ko'taraylik. Qani. Hoca. Hoca. Seni ağaç oturun la. Tatma la. İlava. Ne kadar? ishqa Mush kashvoqcha kim bilan ishlading? ey nima deganingiz u Ey, meni bilmaydi dema. Buyoqqa direktoring bilan nima ish qilganliging menga ayon. voy odamga bir to'kmat chaplamang. Biz degan xizmatdosh xolos. Uning ustiga uning bizni oylik so'ndirayotgan ajr ozmi? Nima? Ey, seni ishi mashinasi bilan olib akatgani yordammi? Siz Yana mendan bakrak o'kraysan-ku. men degan gaz davering. Ish qilibman sizga. Bolamizga 100 kilometr ish qilmadim. Ey, sen idorangdan mashinada mengib menda 2 soat keyin kelding. Yana demoqchisan? Bu buzuq. Voy, nima deganingiz bu? Men deydigansiz abdikim. Muxtar bilan ikkimiz doktorxonaga bordik shu. Doktor bilanmi? Ne bo'lding? Doktorxonaga? Abdikim! Mana!
deydi. Güzel. Güzel. Yaqinni bu yoq o'zgarib qolganda qilyapsiz. Bunda qilmasdi. Sana ashundaq bo'lib qolgan o'xshaydi. Doktor, ayolimning ahvoli qanday? Ayolingizning ahvoli bek ig'ir. Menisi qattiq zaxmning qon tushish alomati bor. Hozircha o'shiq kamida bir necha kun davolash ib boramiz. Agar bo'lmaganda operatsiya qilishimiz mumkin. Ideja ter qo'yib, jo'rnamni rasmiy tutdi. Ajab, ichim siqilib ketadi. Qaytamdiq. Biroz aylanaylik. Kimde kaptı? Bu keşte bana dadamdan başka kim telefon kılattı adaş? Əmisini çıkamaysa? Boldular. Pul sorab urğanda o akıcan. Jüre, aylayır. Kim o? Ben Muhtar. Ha? Muhtar mı? Ha? Bu kızınızın maşını sokuyorsa siz demiş ki yürüysen. Nima? Dinlarning maşını sokuydikti mi? Ha? Tezden doktorxona qaytib kelam. Ma'qul. Dinlarning maşını sokuydikti. Ben berib kelay.
Direktor, güzel bir adam balınız kırıp kaldı. Nima bo'ldi? Uqmadim, anlaşımcı xeyli ağırken. Yaxshimisiz, gul olamsiz? Qani, o'zingiz tanlab oling. Bu gül qancha pul? Bu gul 35 so'm. 35 so'm? Boshqasini ko'rib baqay. Ha, bo'ldi ekan. Bu 40 so'm. Boshini olay. Qizitmam yenibdimi? Apelsinligingiz bormi? Sen yegini tamikmikan? Alqan, qandarak ahvolingiz? Yaxshimiz. Menimdek jiq narsa ekvetdingiz avaro. Sizlar paranglashib o'ltiringlar. Men bo'limga chiqib kiray. Qandarak ahvolingiz? Yaxshi-ku, o'zingizchi. Men xeyli yaxshi yo'qoldim. Yaqindan beri yo'qolib ketdingiz-ku? Men Bayıq ayol kim bo'ldi? Mening opam. Ha? Haras. Akşam meni doktorxonaga siz keldingizmi? Ha. Başta sizni tanımabdı ekanman, keyin tanib oldim. Shundaqmi? Kichik vaqtimizda eski bolalar bo'lsak qilsa, doim sizni qutqizib olatdingiz, ha? Tuniga yana bir qatim qutuldiryapsiz. Qiziqish. Alqan, hozir nima ish qilyapsiz? Men hozir bir ko'ngillik sariyda ishlayapman. Yaxshi-ku. Ko'ngillikda qachon? Ha. Siz balnisdan chiqqandan keyin sizni olib o'yintib akilman. Rasma? Ajab yaxshi oldi. Mening yana azroq ishim bor edi. Men mangay. Birdan o'ltiring. Bo'ldi, qaytay. Men erta balnisdan chiqaman. Sizni qanday topaman? Bana telefon qilsangiz bo'ladi. Nomerchi? Yezib beray, ha? Qo'limga yezib bering. Unda bo'lsa sizga cho'qim telefon qilaman-chi? Bo'ladi. Ben qaytay. Ma'qulsa. Unda bo'lsa yo'qolib ketmang, ha? Ma'qul, xo'sh.
Sen bu yerda nima ish qilsan? Men bu Yiqilaver ko'zimda menga. Bunaqa musobaqani cho'qim ching tutaylik. Shu emasmi? Qahhor degan bu yomon hadibni eshib ketdi. Asqar aka yoqib chiqdi. Mana chiqibdi. Asqar aka. Chiqdimi? Mashina chiq. Yoqib aka chiqay.
tılsımı elem Ey nigar sevemdin kütermen seni Rakipler cinimga salsımı capa Evlenmez muhabbet kütermen seni Rakipler cinimga salsımı capa Evlenmez muhabbet kütermen seni Aksıydın men üçün bulgaçqa sibi Küllerge rakitmen seni çınarmen Aksıydın men üçün bulgaçqa sibi Küllerge rakitmen seni çınarmen Ümidim sen özüm tilagim Akidem şu mening kütermen seni Ümidim sen özüm tilagim Akidem şu mening kütermen seni Şekerden azırak seyletin. Seyla. Rahmet. Dilnar. Ben sizge bir gapni etsam xafa bo'lamsiz. Mayli, siz nima gap demang, men hargiz ranjimayman. Ras xafa bo'lmaysiz, a? Xafa bo'lmayman. Men sizning opangizni 7 yulduz ko'ngilchi sarayning xo'jayini Asqar bilan ko'rib qoldim. Xato ko'rib qolmagansiz? Yo'q. Nahayt aniq ko'rdim. Jazmlashtira olmayman. Siz nima demoqchi? Siz meni xato tushunib qolmang. Men opangizga ko'yinib shundoq deyapman. Ular eski odamlar. Siz mening opamni o'sha eski odamlar bilan o'rlashibdi demoqchimi? Undaq emas, Dildor. Siz yana meni xato tushunib qolibsiz. Siz cho'qim xato ko'rib qoldingiz. Mening opam hargiz undaq eski ishlarni qilmaydi. Siz cho'qim xato ko'rib qoldingiz. Dunyoda bir-biriga o'xshaydigan ayollar ko'p-ku. Shundaqmi? Balkim shundaqdir. Haras. Mening opam bilan sizning dadingiz xizmatdosh o'xshaydi, ha? Shundaqmi? Opangizning ismi nima? Go'zalnur. Opangizning ismi Go'zalnurmi? Ha? Nima bo'ldi? Opangiz hozir balnisdigo. Nima? Dadamning deyishicha, opangiz 3 kun bo'lib o'shiga kelmagili.
Hozir operatsiya qilish oldida ekan. Nima deyapsiz? Qaysi doktorxonada ekan? Ishkin doktorxonada ekan. Qedemisa, Yaqub enimizning salomat chiqqanligi uchun bir qadah ko'tarib o'taylik. Xo'ja, hammamizning salomatligi uchun. Xo'sh. Yaqubga chiqchapa chekding. Bir necha kun o'tdan armiylar o'zingni yaxshi o'ngishmag'in. Kelar hafta Qahar bilan bo'lgan mo'yin bir maydon musobaqa bor. Bu o'yin nihoyat cho'ng. Utmaslik sang'ili bog'liq uka. Qo'lim ko'ksimda aka. Siz bo'lmagan bo'lsangiz, mening bunday baldir chiqishim natan edi. Bu qatdan men chuqum ularni tutish uchun tirishim. Siz xotirjam bo'ling. Yaxshi. Mushu bir ig'iz gaping bo'lsa, men xotirjam bo'laman. Agar bu maydon o'yinda utib chiqadigan bo'lsang, men seni o'pdan rozi qilaman uka. Xo'sh. Qani. Qala. Salomat bo'l. Yaxshi. Qani, ag'ach o'tiringlar. Sizlar bilinglar. Bu aroq bo'ladi ekan-a? Qani, fikirlar. Sizlar inshaalloh. Salomatligimiz uchun. Qani, qaraka. Xo'sh. 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 Ko'taringlar. Qani, sen neyinglar, ag'ach o'tiringlar, tatmanglar. Appa, canım baba, gözünü aç kıla canım appa. Appa. Alqan bo'ldi qiling. Gözünü aç appa. Apangiz chuqum yaxshi bo'lib ketadi. Canım appa. Alqan, sizni doktor chaqiryotdi. Siz chiqavering. Kiram. Yaxshimisiz doktor? Men Güzel Nurning o'g'li bo'laman. Opamning ahvolini uqib boqay deb kirgandim. Qani o'tiring. Apangizning kesili intayin ig'ir. Menga sizni qon chiqishga boshlabdi. Operatsiya qilishni o'ylashyapmiz. Qancha baldur bo'lsa, shuncha yaxshi. Lekin dadangiz pul izlayman deb hozirgacha qaytib kelmadi. Muxtar boshliq bergan 15 ming yuan pulni ishiltib bo'g'ili xeli bo'ldi, lekin davolashni to'xtatmadik. Siz eng yaxshisi pulning ilojini qiling. Bo'lmasa opangizning hayotiga xavf yetishi mumkin. Rahmat sizga doktor. Manga qilgan yordamingizga ko'pdan ko'p rahmat. Qani, bir qadah ko'taraylik. Hammamizning salomatligi uchun. Xo'ja, qani. Qani ballar. Uning bundan ag'ach o'tiringlar. Qani, ilinglar. Ag'ach o'tiringlar. Oy, biz
Bizning bilyardchi inimiz kelib qapti go. Kenefka, o'tir. Yaxshimisilar? Kela. Ha, o'rnini tata. Tata, uning bilan qo'y. Men ishmay aka. Ha, ishni bo'lmaydi aka. Bir ish bilan kelganmisan? Ha? Bir ish bilan keldingmi? Shundaq aka. O'tganda sen degan yil qishni o'ylashib bo'lgan edim. Shunga seni izlab keldim. Qaysi ishni deysan? Ajab, esimga olmay o'tman go. Seninkida ishlaydigan ishing-chu. Rost, endi esimga keldi. Sana shundaq bir gapni deganda qilib o'tatdim. Uka, biroq mundaq gapgina uka. Hozircha mening odamga ancha ehtiyojim yo'qligini uka. Qara uka. Odamni ko'rdingmi? Seni kelmasmikin deb o'ylab uka. Shu odamni qabul qilibdi men degina. Meni kechirgan uka. Meni kechirgan. Qani, isha, xo'sha, ishibda, aroqni ichibda. Men ishmay aka. Bo'ldi, men qaytay. Xo'shamsan. Uka qaytamsan? Xo'sh. Uzatdi do'q. Qani. Ağaç oldurunlar. Qani şey. Selametliginiz üçün. Qizingizni hech kelmaydi o. To'g'ri, qizingizni o'zingiz bilmisiz, men adim bilay. Qandaq yigit, biz yana uchrashib qoldik, ha? Siz ilqi qashti savdogir-ku. To'g'ri. Lekin hozir emas. Kecha.
Mening gapimga kirsang, hargiz jon tatmaysan. Yoqubni ussang, men muftixon bo'laman, sen muftixon bo'lasan. Shu vaqtda opangni qutuldirib olaysan. Ha? Bo'ldi ukam. To'liq ko'p o'ylamay, men o'ynab bergin. Bo'lamda? Ha? Ma ishing bo'ladi mana. Qani, to'g'riga to'g'ri. Qandaq, Asqar Loban, hayron qilyapsizlar? Tayyorlik bitgan bo'lsa, boshlamayman-da. Chatoq yo'q. Sizlarni saqlab, ko'zimiz to'tib ketdi. Qani, boshlaylik. To'xtab turinglar. Oldilab, ma'lumga bir qo'l qo'yib o'tam. Mana qalam.
Qaysi? Kechirasiz, Asqar efendi. Ko'zga ilmagan cho'moq degan mana shu. Men ata bu saroyni o'tkazib olaman. Tayyorlik qilib qo'yasizlar. Yurala. Qandaq mağımız bolam? Mashina ib kelgandim. Ha, mashina ib keldingmi? Mashina chiqay. Bey. Bey. Arzugulma. Ha, men Asqar. Siz hayatmı? Ben bile fakat çatığınız bulmaydı gene sizden. Bana telefon qildim o. Yaqindan beri sal aldirashib qoldim. Uning ustiga seni azdan deb telefon qilmagandim. Asqar. Ben fakat çidemedim. Beni bu yerden ip gittin. Dönüp kalay. Xotirjam bo'l jinim. Men bu ishni to'g'riliq sen bilan maslahatlashaylik deb sana telefon qilgandim. Ma'qul. Ha, bo'ladi. Undan qo'shib biz ko'rishaylik. Ma'qul. Nerede görüşümüz? Ko'nijat ko'rishaylik, ha? Undan qo'sa telefonni qo'yib etdim. Hoş. Oy bu kimning mashinasi bolam? O'zimning mashinasida o'tiraverapman.
Neg varsa? Uyga apa. Uyga? Ha? Aşk gönülde bir ırmak akar sonu dosta varmak bir yemin ol bir ümit ta gönülden aşk gönülden bir Asqar. Nimandaq manga telefon qilmaysiz? O'tira. Behmi siyğindim. Josh geç oldu. Beni, çay geç oldu. Kira apa? Voy voy. Voy bu kimning uyi balam? Bizning uyimiz apa? Ha? Nima? Bizning? Yeli mashinani bizning deysa, yeli bu uylarni bizning deysa. Canım balam, mening xopliq ko'tagchiligim yo'qchimi? Voy apa. Sen texicha menga ishonmay o'tamsan? Ben bu uyni, mashinani o'zimning emgak kuchimga tayinib topib olgan tursam. Canım balam, sana bu ishoniman, lekin hozir jamiyat qalaymqon bo'lib ketdi emasmi? Xotirjam bo'lgin apa. Ben cho'qim sening degan yeringdan chiqaman. Sana bu ishoniman canım balam. O'ltir apa. Voy voy, nima degan hashamatlik uylar ha bu? Oy. Oy. Nima degan yumshoq. Sen o'ltirib turgin. Ben çay demlab kiray, ha? Ma'qul. Voy tova. Sen hozircha mening gapimni angla. Mening pulim chetga chiqqanda hech nimaga dalda bo'lmaydi. Sen hozir ma'qul deb o'zingning hamma pullarini ep chiqqan. Sen bu yaxshi turmush kechirishni o'ylading-ku. Lekin men dinlarni tashlab ketamayman. Uning mendan boshqa hech nimasi qolmadi. Bo'lmasa, unini birga ib ketaylikchi. Qandaq bo'lamdi? Sarang qoldingmi? Sen uni bekib cho'nqib qo'yding. Endi u o'zining yo'lini o'zi topa oladi. Uning ustiga dadasini qilgan pullar uning umr bo'yi xejishga yetadi. U agar ikkimizning ishni bilib qoladigan bo'lsa, ikkimizning ishini buzadi. Bizmi ketamaymiz. Biz uni uftirmay jimjit qochamiz. Hadi. Apağının haletini obdan haber al. Sizlerge yüzkilenmeyin. Hakikat kılsını elem Ey nigar sevemdim Kütermem Ben hakikatim. Beni geçirişinden ümit kıyım. Cinimga satsın Hoş. Dada. Abiki Dada. Kütermemsin Dada. Abiki Dada Abiki Salsın capa Evlenmez muhabbet gelmesin
Söygüm men üçün bolğaçqa sübüdermen seni Ümidim sen özüm dilagim Kucaqlap hicranda tenha özümni Kelsübü xəbərlər arman nimədə Kütərmən ey nigar kütərmən seni Kelse bir xəbərlər arman nimədə Kütərmən ey nigar